ayrim davlatlarda kamera borligini ham bilmaysan, chunki znak ham yo'q, ogohlantirish nimasi ham, belgisi ham yo'q. Koreyada esa ana hozir sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Kamera bor joyda, ya'ni qayerdadir oldinda kamera bo'lsa, albatta o'ziga yarasha znaki bo'ladi. O'sha znakda ko'rsatib o'taman hozir sizlarga, mana qaranglar. Mana sariqda yozib qo'ygan, oldida 60, 301 kilometr degan. Endi 1 kilometr yuramiz. Ozgina gazdan berib yuboraylik-da. Aytib o'tgandek, telefonda navigator bor, navigatorlarda ham ko'rsatib turadi. Qayerda necha kamera, necha tezlik, necha metrdan keyin hammasi ko'rsatib turadi. Ya'ni yashirincha nimalar yo'q. Mana ikkinchi ogohlantirish, znak belgisi mana 60, 250 metrdan keyin ko'rdinglar-a? Mana 250 metrdan keyin mana bizni ro'paramizda, tepa chekada emas, tepamizda, ko'zga ko'rinadigan joyda mana 60 kamera turibdi. Qaranglar, shaffof, halol ishlayapti. Lekin biz mushriklarning davlatidamiz. Yengil jo'natib olaverasizlar akalar. Shunaqa gaplar.